Assalomu alaykum. Kecha bir voqeani ustidan chiqib qoldim. Qo'shnimizning farzandi 7 yoshli bola isitma fonida febril sudurgi talvasasini o'tkazgan va kecha soat 11 da juda ham vahima qilib eshigimizni taqillatib yordam so'rab kelib qolishdi. Yugurib chiqib borsam, bolaning otasi qo'lini bolani og'ziga tiqib, bolaning tilini tortishga harakat qilgan. Bolaning tishlari jarohatlangan, otaning qo'lini chaynab tashlagan bola, hamma yoq qon, bola qusib yuborgan. Juda ham achinarli holatning guvohi bo'ldim va keyin bolani sirazi yonboshi yotqizib, boshini yerga, ya'ni past tomonga engashtirganda, bola darrov 1 minutga qolmasdan o'ziga keldi va talvasa xuruji o'tdi hamda bola uyquga ketdi. Sizlarga nima demoqchiman? Sudurgi holatda talvasa xurujida hech qachon bolani og'ziga qo'l yoki boshqa jismlarni tiqish umuman mumkin emas. Chunki bunda ham bolani og'iz bo'shlig'idan ham o'sha inson o'zini jarohatlab qo'yishi mumkin. Shunday achinarli holatlarning guvohiga aylanib qolishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham hech qachon og'ziga hech narsa tiqmang. Bundan tashqari, agar bolada qusish refleksi, ya'ni o'sha og'ziga qo'lini tiqqan vaqtda tomog'igacha olib borgan vaqtda bola qusib yuborishi mumkin va shu fonda agar bola nafas olib yuborsa, o'sha qusiq massasi nafas yo'liga ketib qolishi hamda bolada aspiratsiya yuzaga kelishi mumkin. Bu holat esa talvasa, ya'ni sudurgidan ham juda yomon hisoblanadi. Shuning uchun eslab qoling, bola talvasa xuruji kuzatilmoqdami, kimda bo'lishidan qat'iy nazar bemorni yonbosh yotqizish kerak va yuzini har doim yerga tomonga burish kerak. Shunda til pastga osiladi, o'sha og'zidan keladigan ko'pikmi, boshqa narsami va hammasi o'sha paytda pastga oqadi hamda yerga tushadi. Shunda bolaga, bemorga hech narsa bo'lmaydi. O'zingizni ehtiyot qiling.